Nice, yangi sahifa ochildi. Bugun sizlar bilan pankek tayyorlaymiz. Birinchi shunaqa ro'mollarimizni o'rab olamiz. Shunaqa fartuq ham taqib oldim. Ro'molimni o'rab kelaman. Ro'mollarimizni o'rab oldim. Endi boshlaymiz. Birinchi shunaqa idishga tuxumlarimizni chaqib olamiz. Oilangizga ko'ra ko'proq qilaverasizlar. Shunaqa ikkita tuxumni chaqib olaman. Hozir. Bitta tuxum chaqib oldik. Uy, chaqilmadi. Chaqildi. Buni ham shunaqa chaqib olamiz, ikkita tuxumni. Ikkita tuxum chaqib olgandan keyin o'qituvchilar esimga tushib qoldi. Videoni ko'rib kelaman. O'rtoqlar, tuxumni chaqib oldik. Endi bunga shakar solamiz. Mana shuncha solaman. Ya'ni 1 piyolani solamiz. Shunaqa millilitrli narsalarim bor. Shuni bilan o'lchab solaman. 1 piyola solingan ekan edi. Men shunda solaman, yetsa kerak. Mana shuncha shakar solyapman. Sovolamiz. Endi ozgina yog' qo'yib olamiz, juda ham oz. Shuncha yetsa kerak. Endi bunga un solamiz. Hozir qancha solishini bilmayman. Hozir opamdan so'rab olaman, qancha solinishi kerak ekanligini. Og'iz ochib ketmasin, shunaqa o'rab qo'ygan edik. Sara shuni hozir sovolamiz. Hozir aniqini so'rab kelaman. Mana endi bularni shunaqa qilib pishirib olamiz. Yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirib kelaman. Endi sut quyib olamiz. Shunaqa bitta bokalga quyib oldim. Endi idishimizga quyib olamiz. Buni ham aralashtirib olamiz. Mana endi shunaqa idishimizga shunaqa un solib olamiz, shakar bilan deyarli bir xil qilib. Bittada yana bitta solamiz. Yana bitta solamiz. Yana bitta solamiz. Endi aralashtirib olamiz. Aralashtirib kelaman. Bu un oz yig'ildi. Endi yana solamiz. Endi yana xuddi shunaqada ikkita solamiz. Ya'ni 250 millilitrdan 4 ta solyapman. Ya'ni 4 ta piyola solasizlar. Mana shani qiyodan qora bo'ladi. Bitta shunaqa solamiz. Va ikkinchisi. Men faqat 2 kishiga qilyapman. O'zlaringning oila a'zolaringga qarab, ko'p yo oz qilinglar. Mana shuni solamiz. Va yana bitta yarim solaman. Turla bo'lib ketdi, mayli. Shuncha yetadi, ortamizni ham. Shuncha. Endi aylantirib olamiz bularni. Bularni hozir aylantirib kelaman. O'rtoqlar, shu oxirgi unim vaqti ko'p bo'lib ketishikli. Qilichi va picha qo'yiq bo'lib qoldi. Asablarim buzilib turibdi. Shunaqa
nima balo raznihiyte nima bir balo solaman hozir. To'g'ri asabim buzilib qoldi. Cho'tliq. Lekin shu yerda ham bir dunyo bir balolari bor. Mana so'mayman, bu yoqmaydi menga. O'tgan safar bitta narsamizni buzib qo'ydi. Ay. Men bu qabartmadan solaman и bunaqa vanilin solaman. Shu qabartma bilan shu vanilin вообще yaxshi. Bo'ldi. И o'rtoqlar orada asal qo'shib yordim. Jicha men bunda to'ldirmasdan jichagina asal qo'shib yordim. Endi o'rtoqlar qabartmadan chicha ochib, jicha juda ham qo'shdim. Ko'p qo'shib yormanglar. Va vanilinni hammasini qo'shib yordim. Shunaqa bo'ldi. Endi bularni aralashtirib olamiz. Mana xamirim jicha qo'yiq bo'lib qoldi. Unda jicha ko'p qo'shib yoribman-da. Mayli, birinchi safarida hech qilmaydi. Keyingi safar aniq o'xshaydi xohlasa. Qarab shunaqa aralashtirib olaman jonimni jahtimga berib. O'ta qo'yiq bo'lib qolgani uchun ham aralashtirish ham qiyin bo'lyapti-da. O'xshamasa pirojni qilib olamiz. Orada asal ham qo'yib yordim, aytdim-a. O'zim niyatim shunaqa bitta choynak bor edi. Shu choynakka quyib pum qilib pishirmoqchi edim. Lekin o'ta qo'yiq bo'lib qolgani uchun bundan вообще tushmaydi bu. Shuning uchun majbur shundan olib pishirib ko'ramiz hozir bitta. Go. O'rtoqlar gazga yoqib shunaqa birinchi pishiradigan narsani qo'yib oldim. Endi hozir buni quyib pishirib ko'ramiz. Qani pisharmikin? Agar pishmasa pirojni qilib olamiz. Bunga juda ham oz yog' quyib olamiz. Ay, ko'p bo'lib ketdi-yu. Короче, juda ham oz yog' quyib olamiz. Endi go. O'rtoqlar shunaqa bitta qoshiq oldim. Shunda qilamiz. Buni qaranglar, o'xshamaydi shekilli. Yo'q, o'xshaydi. Endi men bunga quyib ko'ramiz. Buni qaranglar, tushmayapti даже. Mayli, dem-demni qilib. Hay, shakl berib qo'yaylik. Buni qaranglar, menimcha o'xshamadi. O'rtoqlar, mana shunaqa bo'ldi. Oy, juda qaynoq. Короче, mana shunaqa bo'ldi. Endi ta'mini tatib ko'raman. O'xshamagan bo'lsa, o'tgandek pirojni qilib olamiz. O'rtoqlar, xullas hozir bitta pishgan edi. Shuni opam bilan yeb ko'rdik. Faqat opam aytdi, ichini yana ham yaxshiroq pishir debdi. Menga вообще yoqdi. Shu jicha qo'yiq bo'lib qoldi-da, bo'lmasam вообще ta'mi chiqdi, shakarlari me'yorida ekan. Короче, bu menga yana ham motivatsiya berdi va go pankek qilamiz. Короче, bu menga motivatsiya berdi-da, juda xursand bo'ldim. Chunki taom shunaqa ham zo'r chiqibdi. O'zimni maqtashmasu. Ko'rinish pankekka o'xshamadi. Chunki buni mehrsiz qildim. Shu motivatsiyam tushib ketgan, o'xshamaydi bu. Lekin taom shunaqa ham zo'r. Davayte. Go. To'xtash yo'q. Hozir hammasini qilib kelamiz. Ozgina hid chiqyapti, shuning uchun buni yoqib qo'yamiz. Yon. Endi gazimizni juda ham past yoqib qo'yamiz. Chunki bu ichiga usti tezda qizarib qolgandan keyin ichigacha yaxshilab pishish kerak. Qarchi men uni sovolamiz. To'xtanglar, solib kelaman. Jicha qo'yib qolgan uchun solinmayapti. Mana o'rtoqlar, bularni ham pishiryapmiz. Mana o'rtoqlar, teskari qilib oldik. Qaranglar, qanaqa ham zo'r ishgan. Ishganini qaranglar, mana shuncha ishibdi o'zi ham. Nice. O'rtoqlar, mana qaranglar, chiqishyapti. Alhamdulillah. Qarchi, bular rangi menga ko'p ham yoqmayapti. Shuning uchun kakao qo'shaman. Bunga balavul 2 tala qoshiqda imomni qadarda qilyapman. Men bir narsa qilmay ekanda. Qarchi, kakao qo'shiraman. Ya'ni xunuk bo'lsa ham, chiroyli bo'lsa ham hammasi qora bo'ladi, bilmaydi. Bular chiroyli ko'rinmayapti ko'zimga. Kakaoni olib kelaman hozir. Mana. Aytgancha bu hammasini ham bugun qilmayman. O'zi charchadim. Shuncha yetadi, ertaga qolgan issiqni qilib ertaga ertalab boshqatdan yana pishiraman. Qarchi, kakao
Şu ochilmagan ekan. Uy. Qo'noq bir narsaga suqib qonyapti. Короче, kakaoni kesib olamiz. Короче. Qo'shamiz. Sizlar xohlasanglar qo'shinglar, xohlasanglar qo'shmanglar. Men qo'shib yuboraman. To'g'risi bunaqa nima yemaganman. Qanday chiqishini umuman bilmayman. Просто так fantastik. Sinab ko'rib o'rganamiz, sinamasak qayerdan bilamiz qanday chiqishini, to'g'ri? Давай. Endi buni aralashtiramiz. Go'shtni aralashtirib keling. Короче, shunaqa rang chiqdi. Fartugini ham yechib qo'ydim, chunki bo'ynim juda ham og'ritdi. Hozir issiqda kunida palovdan. O'z ustimgacha tegizib ham bormayman. Короче, shunaqa rang bo'ldi. Go. Bu ham pishdi. Qo'limda olmay turibman, qo'limda oldim. Uzr so'radim. Keyin rioya qilishimiz kerak. Короче, endi buni ham pishirib ko'raman. O'rtoqlar, endi ortib qoldi. Aslida ortib qolmadi, lekin men qilgim kelmay qoldi. Tayyorlarman, sosiyetdagi ertalabki yeyiladi. Shuning uchun biz strechlar olib qo'yaman. Mana shunaqa bo'ldi. Endi buni bezatib olamiz. Bizda bezatish uchun bunaqa shakarni pudrami bir balo bor. Undan keyin молокоda bezatishimiz mumkin. Mana bunaqa narsa bor ekan. Asalimiz. Ikkita shunaqa asalamiz bor. Shulardan foydalanib bezatamiz. Shunaqa. Shulardan foydalanib bezatamiz. Jabashgina bo'lib ketmasin. Ba'zilaridan foydalanamiz. Hammasini ishlatmaslik kerak. Tanlab olamiz. Moloko sepib oldik. Endi asal sepamiz. Shunaqada bitta atirib asal sepib oldik. Endi mana bundan sepib ko'ramiz. Bo'ldi. Juda ko'p narsa sepib tursa ham bemalol ketadi. Bundan ham ozgina sepib ko'ramiz. Endi son holi. Mana shunaqa bo'ldi. Mana o'rtoqlar ikki xil qildim. Kakaoli, oddiy. Hozir kakaolisidan tatib ko'raman, chunki oddiysidan tatib ko'rdim. İçlarini tekshiramiz. İchi yaxshi pishgan shekilli. Ta'mi rosa ham shirin bo'pti. Sizlar ham shunaqa nima bo'lsa sepib bezatib qilaverasizlar. Shakarlari me'yorida juda ham zo'r bo'pti. Faqat shu ko'rinishi jicha yoqmadi. Ichicha qo'ya bo'lib qolgan hisob kelmaganda juda ham yoqdi menga. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bay bay. Yangi sahifagacha. Qolganini shunaqa katta qilib pishirib yubordim.